Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ingliz tilining 16-darsi months, ya'ni oylarni o'rganamiz. Ingliz tilida oy nomlarini o'rganib chiqamiz. Demak, 12 ta oylar bor har bir tilda. Ularni nomma-nom hozir bugungi darsimizda o'rganib chiqamiz. Demak, yanvar oyidan boshlanadi. Oylarimiz o'zbek tilida yanvar, ingliz tilida January. Yozilish tartibi xuddi shu tartibda bo'ladi. January. January holatida talaffuz qilishimiz kerak. January. Talaffuz qilinishi shu holatda. Demak, ozroq shriftni kattartirishim kerak ekan. Mana bu. Demak, yanvar, January. Keyingi oyimiz fevral oyi. Ingliz tilida bu February. Ya'ni talaffuz qilinishi February hisoblanadi. February. Fevral oyi. Mart oyiga o'tamiz keyin. Mana bu yerda Mart, o'zbek tilida Mart bo'ladi. Ingliz tilida March hisoblanadi. Mart degan ma'noni bildiradi. March. Keyingi oy April. Ingliz tilida April. Yozilishi mana shunaqa holatda, talaffuz qilinishi April holatida bo'ladi. April. Keyingi oyimiz may oyi. Ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham bir xil holatda May. Faqat talaffuz qilinishida May holatida talaffuz qilinadi. May oyi. Keyingi oyimiz avgust oyi. Avgust emas, iyun oyi. Keyingi oyimiz ingliz tilida June holatida talaffuz qilinadi. June. Ya'ni yozilishi June holatida, June holatida talaffuz qilinadi. Iyun oyi. Iyul. July. Iyul oyini July holatda talaffuz qilishimiz kerak. July. Keyingi oyimiz demak August. Ingliz tilida August holatida talaffuz qilinadi. Yozilishi ham, talaffuzi ham bir xil. August. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, demak, oylar o'zbek tilida va ingliz tilidagi oy nomlari bir-biriga juda yaqin. Eslab qolishga ham yordam beradi. Faqatgina talaffuzi bilan yozilishiga e'tibor berishimiz kerak. Sentyabr oyi. September. Sentyabr. Oktyabr oyi. Oktober. Shunaqa holatda talaffuz qilamiz. Oktyabr oyi va 12-oy noyabr. Mana bunaqa ko'rinish bo'lgan qo'yish kerak. November demak ingliz tilidagisi, o'zbek tilida noyabr. Demak, November holatida bo'ladi. Okay. Demak, 12 ta oyni bir boshidan ko'rib chiqamiz. Yanvar, January, February, March, April, May, iyun,
June, iyul, July, August, sentyabr, September, oktyabr, oktober, noyabr, November. Demak, mana shu ingliz tilidagi oylarimiz hisoblanadi. Keyingi darsimizda sizlar bilan birinchi navbatda fe'llarni o'rganishimiz kerak ekan. Bugun o'zi darsimizda sodda gaplarni tuzishni o'rgatmoqchi edim. Lekin harakat fe'llarini hali o'tmaganligim sababli tuza olmaymiz. Keyingi darsimizda albatta tuzamiz. Uyga vazifa sifatida 30 ta gap tuzishimiz kerak bo'ladi, hamma o'tgan mavzularimizni qatnashtirib. Demak, hozir mavzu video PDF qo'llanmasi va mashqlar yuboraman. Shuningdek, YouTube'da bizni kuzatuvchilar uchun kanal profilida Telegram kanalimizga o'tadigan link bor. Shu bilan Telegram kanalimizga o'tib, mashqlarni bajarib borishingiz mumkin. Bugungi darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.